do'stlar, biz 16-savol 18 yoshli birinchi tip qandli diabet bilan og'rigan bemor 2 kundan beri insulin qabul qilmayapti. Uning qonidagi glyukoza miqdori 600 mg, ya'ni normal ko'rsatkich o'z aslida 80-100 mg edi. Demak, glyukoza miqdori ortib ketyapti bu bemorda. Qaysi hujayra shu holatda ham bemor qondagi glyukozani energiya sifatida sarflay oladi deyilyapti. Xo'sh, bunda birinchisi qaysi hujayralarimiz bor o'zi deydigan bo'lsak, insulinga bog'liq bo'lgan to'qimalardan biri bo'lgan mushak va yog' to'qimalari, misol uchun insulin yo'qligida glyukozani qabul qila olmaydi bular. Shuning uchun mushak va yog' to'qimasi emas javobimiz va mushak va yog' to'qimasi insulin bo'lmaganligi uchun glyukozani qabul qila olmaydi va natijada energiya tanqisligi va qonda yuqori glyukoza miqdorini ko'rishimiz mumkin. Endi insulinga mustaqil to'qimalar, ya'ni insulin talab qilmaydigan to'qimalar bilan miyadagi neyron hujayralarimiz hatto yuqori glyukoza bo'lganda ham uni iste'mol qila oladi. Mana shu neyron hujayramizning tuzilishi. Eritrositlar, bunda GLUT1 va GLUT3 transportyorlari bor edi-ku o'zi. Shular orqali insulinga bog'liq bo'lmagan holda glyukozani transport qila oladi. Xo'sh, demak bizning javobimiz bo'lyapti neyronlar, miyadagi va qondagi eritrosit hujayralar bo'ladi. Eritrositlar GLUT1 va GLUT3 transportyorlari orqali insulinga bog'liq bo'lmagan holatda ham glyukozani transport qila oladi. Va shuning uchun ham ulardan energiya sifatida foydalana oladi ham miya va eritrosit hujayralarimiz. Endi xulosa qilib aytganda, birinchi tur qandli diabetda insulin yo'qligida miya va eritrositlar glyukozani energiya sifatida sarflashda davom eta oladi, chunki ularning glyukozaga qabul qilishi insulinga umuman bog'liq emas. Bu faoliyat bu miya faoliyatini saqlab qoladi. Javob miyadagi neyron hujayralari va eritrosit hujayralari